Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bu bizni YouTube'dagi Matiz haqida ikkinchi darsligimiz. Ya'ni Matiz mashinasini haydov qilinayotib turganda nimalarga e'tibor beriladi va nimalarga ahamiyat berish kerak. Bu haqda men sizlarga ma'lumot beraman. Videoni ko'rishdan oldin shu videoga bitta like bosib, profilimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, biz bundan xursand bo'lamiz va bundan ham qiziqarliroq, bundan ham foydali ma'lumotlarni sizlarga berib boramiz. Ko'rib turgan mana shu Matiz mashinalarini ponni chochib olganmiz. Bu mashinani hadoy detallariga kelganimizda, hop, sharniri, rulovoy sharniri. Ya'ni bu sharnir juda ham yumshoq bo'lib qoladi. Matiz mashinalarida ko'p yurmasdan, juda ko'pchilik bu o'ynab qolsa ham qo'yish shart emas, mashina yumshoq yuraveradi deyshadi. Yo'q, buni o'ziga yarasha vazifasi bor. Aynan buni ham yaxshi original firmanikini qo'yib, buni ham to'g'rilab rulovoyga qotirilsa, rulovoyingizda har xil bo'lib turgan duruqlash yoki tirqlagan ovozlarni yo'qotib beradigan detal bu. Shuning uchun shunga ham ahamiyat berish kerak. Hop, sharovoylar. Sharovoylari hali ketmagan, lekin sharovoyda turadigan g'alta rezinkasi, ya'ni arzimagan kichkina rezinka ponni hadoyni yumshatib beradi desam, ko'pchilik negativlar ham yozishgan, lekin shu rezinka hadoyni 100% yumshatib beradi. Sababi bu sharovoyda turadi, lekin sharovoy hali yaxshi, rezinkasi ketib qolgan. Aynan shu rezinkani qo'yib, joyiga qo'yilsa, mashinangizda bo'lib turgan duruqlash, qirsillash, razgom olganingizdagi yoki tormoz bosib to'xtaganingizda qirsillagan ovozlarni yo'qotib beriladi. Nimaga aynan shu rezinka? Sababi bu sharoitda turib, sharoitda qotirilsa, mashina yamaga tushganda ponni passiyan shu rezinkaga udar keladi, passiyan shu rezinka ishlab turadi. Shuning uchun shunga e'tibor berishlarini so'rab qolamiz. Hop. Keyingi bo'lib rulovoy kolonkasi. Rulovoy kolonkasini mana turgan joyida turibdi, lekin sharnir orqali buni ligrovkasini tekshiriladi. Ya'ni 32 kluch solib, ligrovkasini tekshirilganda agar 32 kluchimiz kattaroq razmerda o'ynab qolsa yoki luft berib qolsa, rulovoyda turqlash ovoz chiqib qolsa, 22 ligrovchiga bo'ladi. Aynan shu ligrovchigini ozgina 1 sm qotirib ko'rib, luftini tekshiriladi. Aynan shu holatda rulovoyni ham shotki qilib ligrovkasini chiqarib olsa bo'ladi. Oldi amortizatorlari. Oldi amortizatorlarini mana boshqa qo'yib, usileniya qo'yib yig'ib beryapmiz bunga va ichidagi udarniy rezinkasi. Ko'rishingiz mumkin, bu udarniy rezinkani yangi qo'yganmiz. Ishlagan sari udarniy rezinka tepaga chiqib oladi. Bu bekorga qo'yilmaydi bu rezinka. Juda ko'pchilik bu ahamiyatga ega emas yoki udarniy yertilib, amortizatorning pastiga tushib qolsa ham shunday yuraveradi deyshadi. Yo'q. Agar siz yamaga tushib, amortizatoringizda muammo bo'lsa, aynan shu udarniylar yertilib ketib, yorilib ketishi mumkin va yamaga tushganingizda daqillagan ovoz beradi. Bu udarniy nimaga qo'yiladi o'zi aslida? Yamaga tushganingizda ana shu amortizatorga keladigan, hadoyga keladigan udarni kesib beradi. Ya'ni vibratsiyalar qaytarib, amortizatorda ko'proq yurishiga ta'minlab beradi. Va oxirgi eng asosiy hadoyni yumshoqqa beradigan detallari stabilizator bo'ladi. Stabilizator rezinkalar. Aynan bu rezinkalar hadoyingizni yumshatib beradi. Juda ko'pchilik ustalar bu rezinkalarni moylash shart emas, moylasa rezinka ishib ketadi deyishardi. Lekin hozirgi vaqtga kelib rezinkalarning kauchusi o'zgargani hisobiga ularni aynan yog'lab yig'ish kerak. Yog'lab yig'ilsa, mashina yumshoq bo'ladi va hech qanday zarar yetmaydi rezinkalarga. Keyingi o'rinda bu rezinkani aynan stabilizatorga kirish holati. Agar stabilizatorga tiqqaningizda xuddi shunaqa yengil bitta barmoqda o'ynab qolsa, bilingki, bunda temir yemirilib, aynan sizda xuddi shunaqa hadoyingizda muammo bo'ladi. Aynan shu joyiga izolenta o'rab yoki yupqa kamir qo'yib, hadoyni yig'ilsa, bu rezinka aynan qisib mashina ushlaydi. Keyin sizlarda bo'lib turgan muammolar, diriqlash va yamaga tushganingizda har xil ellipslar berishi mutlaqo yo'qoladi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, profilga obuna bo'lib, bizni kuzatib turing va kommentariyda keyingi darslik nima haqidaligida yozib qoldiring va aynan o'sha haqida video qilib sizlarga darslik tayyorlab beramiz.